Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bu yil GKS grantida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bugungi videomiz orqali shu bo'lgan o'zgarishlar va bo'lishi mumkin bo'lgan yana o'zgarishlar va agentstvalar orqali GKS grantiga topshirilishi xavflar haqida gaplashib chiqamiz. O'tgan yili GKS Bakalavr University Track uchun O'zbekistondan NID bosqichidan o'tganlar soni 57 kishi edi. Bu yil esa afsuski 17 kishi bo'ldi xolos bor yo'g'i. Demak, buni asosiy sabablari nima? Birinchi asosiy sababi bu GKS R University Trackdan Embassy Track bosqichiga o'tib ketdi. Ya'ni oldin GKS R uchun ham anchagina joy berilar edi va ularga universitetga to'g'ridan-to'g'ri topshirish mumkin edi. Va olishi mumkin bo'lgan odamlar soni ham ko'p edi O'zbekistondan turib. Endi Embassy Track, ya'ni elchixona orqali topshirish bosqichiga o'tib ketgandan keyin esa bor yo'g'i faqatgina bir kishi olinadigan bo'ldi. Shuning uchun ham anchagina qisqarib ketdi. Va oldin GKS ga kollejlar uchun ham juda ham ko'p joylar berilar edi. Bu yil esa bu joylar ham anchagina qisqargan. Shu ham sabablardan biri bo'ldi. Demak, hujjatlarni topshirishda ham anchagina o'zgarishlar bo'ldi. Oldin birinchi bosqich uchun hujjatlarni universitetga to'g'ridan-to'g'ri topshirilar edi. University Track bo'ladigan bo'lsa, bu yildan boshlab esa birinchi bosqichni onlayn qilishni belgilashdi. Birinchi bosqichda hujjatlar onlayn topshiriladi va agar qabul qilinganlarni keyin ikkinchi bosqich suhbatdan oldin hujjatlarni jo'natishni so'raydigan bo'lishdi. Hujjatlarni topshirgandan keyingi jarayonlar ham anchagina o'zgardi bu yil. Avvallari hujjatlarni topshirganingizdan keyin birinchi bosqich hujjatlarni ko'rib chiqish va ikkinchi bosqich u hujjatlarni ko'rib chiqqandan keyin suhbatga qo'yilish va suhbatlarning javobi ham hammaga o'tganlarga bir vaqtning o'zida, yiqilganlarga bir vaqtning o'zida e'lon qilishar edi. Bu yildan esa bu ham o'zgardi. Masalan, oldin qanaqa edi? O'tganlarga masalan hammasiga juma kuni xabar beriladigan bo'lsa, yiqilganlarning hammasiga dushanba kuni xabar borar edi bir vaqtning o'zida. Lekin bu yildan boshlab bu juda ham boshqacha bo'lib o'zgardi. Hammaga har xil vaqtda SMSlar jo'natishdi. Shu sabab ko'pida o'zimiz tanishlarimizda ham xabar kech qolgandan keyin tushkunlikka tushishi bo'ldi. Men yiqildim, qolganlarga SMS kelibdi. menga endi 2-3 kundan keyin yiqildi degan SMS kelsa kerak deb juda ham ko'p xavotirlar bo'ldi, lekin unaqa bo'lmadi. Hammaga kech bo'lsa ham xabarlar keldi va hozirgacha yaxshi o'tgan tanishlarimiz bor, o'sha 17 kishining ichidan. Va hujjatlarni o'zi aslida nimaga 17 kishi faqatgina suhbat bosqichidan juda ko'pchilik o'tgan aslida. NID ga hujjatlarni topshirgan paytda NID ko'pchilikni yiqitgan. Avvallari qanaqa edi? Avvallari universitetni birinchi bosqich hujjatlarni ko'rib chiqilgandan keyin ikkinchi bosqichga suhbatga o'tilar edi. Suhbatda universitet o'zi ko'rib chiqib suhbat qilar edi hujjat topshirgan kishi bilan va uni o'tgandan keyin NID ga topshirar edi. NID ga shu vaqtgacha GKS University Track bo'ladigan bo'lsa, NID ga topshirilganlarni nomzodlarning ichida hujjatida kamchilik bo'lmaydigan bo'lsa, deyarli GKS ni olish foiz 100% edi. Bu yil qanaqa bo'ldi? Bu yil juda ko'p nomzodlar NID ga berilgan, NID esa ularni saralab chiqib yiqitib tashlagan. Avvallari faqatgina hujjatlar qalbaki bo'lmaydigan bo'lsa, deyarli hamma o'tar edi, lekin bu yil menimcha Chagisoga study planlarni ham hammasini hujjatlarni NID o'zi ko'rib chiqib, nomzodlarni o'zi ham saralagan va shuning uchun ham juda ko'pchilik yiqilib ketdi. Demak, agentstva, ya'ni firmalar orqali GKS grantiga topshirish haqida ham qisqacha aytib o'taman. Bu haqida juda ham noto'g'ri fikrga egalar ko'p ekan. Ya'ni agar biz firma orqali topshiradigan bo'lsak, yutush foizimiz balandroq bo'ladi. Ya'ni firma qanaqadir o'sha NID bilan gaplashib yoki universitet bilan gaplashib bizning yutishimiz foizini ko'tarib beradi deb o'ylashar ekan. Bunaqa emas.
firmani hech qanaqa tanishi bo'lmaydi universitetda yoki NIDda. Sizga uyushingizda qanaqadir professorlar bilan gaplashib, nimadir osonchilik qilib berishmaydi sizga. Hujjatlaringizni tayyorlashda yordam berishadi. Nimaga xavfli deb aytyapman? Odatda ko'pchilik firmalarni bilaman, study plan bo'ladimi, ya'ni keyingi kelajakdagi planlaringiz yozishda va o'zingiz haqingizda tanishtirishda deyarli hammaga bir xil qolipda yozib berishadi hamma narsani. Va aytishadiki, ya'ni siz bilmaysiz baribir uni, sizga hammaga bir xil qilib yozib berilganligini. Siz shunchaki qanaqa qilib yozishni ham bilmayapman, iloji bo'lsa yozib bering deb aytasiz. Ular katta ehtimol bilan yozib berishadi bir amallab. Hammaga bir xil qolipda yozib berishadi, boshqa universitetda bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni oldin shunaqa ediki, NID ko'rib chiqmasdi deyarli, lekin endi NID ko'rib chiqadigan bo'lsa, boshqa universitetga topshirilgan bo'lsa ham baribir hujjatlarning hammasini yig'ilib borishi bitta joy bo'ladi. Shuning uchun endi NID ham ko'rib chiqadigan bo'lsa yoki o'xshash bo'ladi yozilgan study plan chagisogilar yoki bir xil bo'lishi mumkin. Shu holatlarda hammasi yiqilib ketib qolishi mumkin. Bunga o'xshash holatlar oldin ham bo'lgan, kuzatilgan. Shuning uchun bu xavfdan endi ogohlantirib o'tkazmoqchiman. Iloji boricha chagisogi study planlarni o'zingiz yozishga harakat qiling. Bu sizni kelajakdagi planlaringiz, o'zingiz haqingizda tushuntirish yozishlaringiz bu kimdir yozib beradigan narsa emasda, o'zi aslida hammani o'zini dunyosi bo'ladi. O'zini dunyosi hammada har xil bo'ladi. Bir xil qilib yozib qo'yish bu juda ham qo'pol xato bo'ladi va bu bilinib qoladi. Va bu katta ehtimol bilan sizni yiqilishingizga olib keladi. Shuning uchun bunga albatta e'tiborli bo'ling. Yaxshi xabarlardan ham aytaman. Yaxshi xabarlardan GKS grantidan olinadigan stipendiyalari ko'tarilishi mumkin. Bu hali aniq emas, lekin shuni ustida ish olib borishyapti. Keyinchalik yaqin kunlarda deylik, grantlarni summasi ham ko'tarilishi mumkin. Yaxshi tomoni yana GKS grantiga ko'proq e'tibor berishyapti. Oldinlari e'tibor deyarli yo'q edi. Pulini berishadi bitiruvda va kutib olishda qanaqadir bayramlar qilishadi. Shu bilan GKSga umuman e'tibor yo'q edi deyarli. Endi ko'proq e'tibor berishyapti. Sababi oldin GKSni maqsadi nima edi? Kadrni kuchli kadr qilib tayyorlab, uni O'zbekistonga jo'natib, ya'ni o'zini davlatiga jo'natib, qaysi davlatdan kelgan bo'lsa, o'sha davlatda o'z davlatiga hissa qo'shsin degan niyatda ochilgan edi. GKS xodimlari bilan gaplashgan paytimizda ham aytishdiki, oldinlar shunaqa edi, asosiy maqsad GKSni, lekin bugungi kun kelib o'zgardi. Sababi Koreyada o'zida ham tug'ilish foizi pasayib ketgan va chet ellik kuchli, yaxshi kadrlar kerak. Shuning uchun hozirgi maqsadlari iloji bo'lsa, Koreyada qolish xohlasa, Koreyada olib qolishni reja qilishyapti. Shuning uchun o'sha keyinchalik Koreyada ishlash uchun, qanaqadir tajribalar orttirish uchun yaxshi dasturlarni ishlab chiqishga harakat qilishyapti. Bu ya'ni shu yilda balki ko'ramiz inshaalloh qandaydir yaxshi qulayliklar kiritishadi. O'zi har yili GKSda katta o'zgarishlar bo'lib turadi, lekin bu yilgi o'zgarish juda ham katta bo'ldi deb aytsak bo'laveradi. Kvotalar pasaygani, kamaygani albatta juda yomon bo'ldi, lekin keyingi yilda yana ko'payishi ham mumkin. Inshaalloh yaxshi gumonda bo'lamiz. Har yil o'zgarishlar bo'ladi, har yilgi o'zgarishlarni aytib borishga harakat qilaman. Bundan tashqari yana o'zgarishlarni bundan oldingi videolarimizda aytib o'tganman. Agarda ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishga harakat qiling. Yana shunga o'xshash o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, video orqali yana sizlar bilan ko'rishamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.